Assalomu alaykum azizlar. AHD jamoasi yana bir obyektga o'z xizmatlarini topshirishdi. Demak, hozir mana shu eshiklarni obzor qilamiz. Neoklassik uslubda qurilgan xonadonga mos MDFga sepilgan Suxoy Crunchli eshigimiz o'rnatilgan. Ko'ryapsiz, kompozitsiya juda ham go'zal. Oynalarni ham atayin tanlangan va albatta ochqichlari ham shu oynakka moslab o'rnatilgan. Marhamat, ko'rib baho berishingiz mumkin. Eshigimiz zamogiga to'xtalamiz. Xullas, ochqichlarimiz vakuumlik ideal zamok neoklassik uslubida. Ko'ryapsiz, yopganingizda vakuum asosida faoliyat yuritadi. AHD jamoasi tayyorlagan eshiklar bilan yaqindan tanishdingiz. Mabodo sizni ham xonadoningizga MDF mahsulotdan eshik, rom yoki zinalar kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamga qo'ng'iroq amalga oshiring. AHD jamoasi siz uchun xizmat ko'rsatishga tayyor.